Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerine kızgın karşıladınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kınamızda dikkatler ekranımız olsun. Amerika Palata a'zosi Xi Jinpingni davlat raisi deb atamaslik haqida taklif sundi. Amerika ovozi to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerikaning palata a'zosi Scott Perry yangi bir taklif sunib, hukumat hujjatlarida Xi Jinpingni davlat raisi deb atamaslik, balki uni Kompartiya rahbari salohiyati bo'yicha atash haqida qonun chiqarishni talab qilgan. Scott Perry o'ttirg'a qo'ygan mazkur dushmanga nom qo'yish qonun loyihasida Xi Jinpingni hukumat hujjatlarida davlat raisi yoki prezident deb atashni cheklash kerakligi. Chunki bundaq atashning o'z huquqiga saylam orqali erishmagan kishini qonunlashtirib berganlik bo'ladiganligi ko'rsatilgan. Scott Perry Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining a'zosi bo'lib, yaqinqi necha oy ichida Xitoyga munosabatlik bir qator takliflarni sungan. Navbatda bu taklif loyihasining qanday natijaga erishadiganligi noma'lum bo'lsa-mu, ammo u Amerika hukumatining Xi Jinping va Xitoy kompartiyasining xarakteriga bo'lgan qarshini ifodalab berdi ekan. Yaqinqi mezgillarda Amerikaning siyosiy sohasidagilar Xitoy kompartiyasi bilan Xitoy xalqini ayirib muomala qilishga urinayotgan bo'lib, Pompeo'ni o'z ichiga olgan hukumat amaldorlari Xi Jinpingni Xitoy kompartiyasining boshliqlik salohiyati bilan atashga boshladi. Oqsaroyning bu yil 5-oyda e'lon qilgan Xitoy strategiyasi dokladida Xi Jinping rais deb emas, balki boshdan oxir bosh sekretar degan nom bilan atalgan. Xitoy Amerika bilan Hong Kong o'rtasidagi sud sohasi hamkorlik kelishimini to'g'riladi. Xitoy Amerika bilan Hong Kong alohida ma'muriy rayoni o'rtasidagi sud sohasi hamkorlik kelishimini vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian bu qarorning Amerikaning Hong Kong bilan bo'lgan uch tarafli kelishimni bekor qilganligiga qaytarilgan javob ekanligini bildirdi. Washington hukumati tunugun qonunsiz unsurlar va jinoyatchilarning qaytarilishiga aloqador o'zaro kelishimni hamda xalqaro dengiz transporti kirimiga boj kechirim qilishni o'z ichiga olgan kelishimni bekor qilganligini e'lon qilgan edi. Xitoyda yangi davlat bexatarlik qonuni ma'qullangandan keyin avtonomiyasi talash-tortishli holga kelib qolgan rayonning yaqinqi vaziyati Amerika-Xitoy munosabatida yirikchilik paydo qilgan muhim masalalarning biriga aylangan edi. Ilgirishcha ikki davlat birinchi oyda imzolagan eksport mahsulotlariga tamojni bejining o'zaro o'sishini vaqtincha to'xtatish birinchi bosqichlik savdo kelishimining ahvolini muzokara qildi ekan. Xitoy savdo ministrligi bayonotchisi Gao Feng 6 oyni tamomlagan 1 yillik kelishimning musofasini muzokaralash uchun ikki davlat vakillarining oldimizdagi bir necha kun ichida telegraf yig'ini o'tkazadiganligini uqtirgan edi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti Uyg'urlarga diniy ziyonkashlik qilguvchilarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti xalqaro diniy e'tiqod asosidagi zo'ravonlik harakatlarining qurbonlarini xotirlash kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarga diniy ziyonkashlik qilguvchilarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Mazkur tashkilotning ta'kidlashicha, xalqaro jamiyat diniy ziyonkashlik qilguvchilarni javobgarlikka tortib, ziyonkashlikka uchraguvchilar uchun adolatni ishga oshirishi kerak ekan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 21 avgust e'lon qilgan bayonotida mazkur komitetning raisi Gail Manchin xalqaro jamiyat o'zaro hamkorlashib, ziyonkashlik qilguvchilarni javobgarlikka tortish orqali ziyonkashlikka uchraguvchilar uchun adolatni ishga oshirishi, hukumatlar harakatga kelib, irqiy qirg'inchilik va boshqa vahshiyliklarga hargiz yo'l qo'ymaydiganligini namoyon qilishi kerak degan. Bayonotda yana Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Tepmi Perkinson bu kunni to'g'ri xotirlash uchun davlat yoki g'ayri davlat elmiynatlarining diniy to'plarga qaratilgan hujumlarini echib tashlash kerakligini bildirib, bu Daeshning Iroqdagi yazidiylar, xristianlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoydagi Uyg'urlarga qaratilgan xo'rlash, Bermadagi Rohingya musulmonlarga va xristianlarga qaratilgan keng ko'lamlik vahshiyliklarni o'z ichiga oldiganligini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2019-yili 13-may kuni qaror ma'qullab, har yili 22 avgustni xalqaro diniy e'tiqod asosidagi zo'ravonlik harakatlarining qurbonlarini xotirlash kuni qilib bekitgan. Bugun 22 avgust buning ikkinchi qatimli xotira kunidir.
Erdoğan hammeylan taqazzoliq bilan kutayotgan xush xabarni e'lon qildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye xalqi taqazzoliq bilan kutayotgan xush xabarni e'lon qildi. Cumhur Reis Erdoğan İstanbul Dolmabağçı Sarayıdagi ishxonasida kameralarning oldiga o'tib, Türkiye'nin tarixidagi eng cho'ng tabiiy gaz bayqashni Qora dengizda amalga oshirganliklarini e'lon qildi. Erdoğan bizning Fatih burg'ulash paraxodimiz 2020-yili 20-iyulda boshlagan Tuna 1 quduqini burg'ulash xizmati jarayonida 320 milliard kubmetr tabiiy gaz zapisini bayqadi. Biz bu harakatni butunlay davlat imkonlarimizga tayanib ishga oshirdik. Quduqdan qo'lga kelgan sonliq ma'lumotlar o'xshash rayonda yana yangi tabiiy gaz zapaslarining bayqalish ehtimolligining yuqori ekanligini ko'rsatib bermoqda. Bizning nishonimiz Qora dengiz gazini 2023-yilda millatimizning ishlatishiga sunishdir dedi. Erdoğan hozir biz darhol tekshirib bekitish quduqlarini ochishni boshlaymiz. Ondan ishlab chiqarishni belgilab, qurilish bosqichiga o'tamiz dedi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Allah'a hamdolsun. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Erdoğan'ın bu hoş haberi Türkiye televiziya haberlerinde Türkiye üçün tarihi gün deb ataldı. Erdoğan sözünü davamlaştırıp, ma'lum bo'lganidek energiya taraqqiyotning asosliq omili bo'lib qolmay, milliy mustaqillik asosimiz uchunmi intayin muhim omildir. Dunyoda yuz berayotgan har qanday qalaymaqonchilik, urush, to'qinishlarning kelib chiqish sababi mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar energiyaga munosabatlik. Mana shunday vaqtda Alloh taolo bizga hech o'ylab boqmagan yerdan misli ko'rilmagan darajada boylik bilan to'lgan bir eshikni ochib berdi. Biz uchun ati balkim buningga o'xshash eshiklar yana boshqa joylardanmi ochilishi mumkin. Aqto'y noyasida 93 mingdan ortiq Uyg'ur va Qirg'iz xalqi jazo lagerida tutib turilmoqda. 21 avgust qanolimizga yo'llangan dalillik uchurlarda ma'lum bo'lishicha, vatanimizning Qizilsuv oblasti Aqto'y noyasida navbatli jazo lagerlariga qamalganlardan boshqa keyingi 17 yil ichida 32 mingdan ortiq Uyg'ur, Qirg'iz xalqi g'oyib bo'lgan. Aqto'y noyasida hozircha bayqalgan jazo lageri jami 5 bo'lib, buning biri qamoqxona, 4 jazo lageri. Bu 5 jazo lagerining 5800 kamerada az deganda 93 mingdan ortiq Uyg'ur, Qirg'iz xalqi tutib turilmoqda. Xitoyning Baidu to'g'rida e'lon qilishicha, Aqto'yning 2017-yillik umumiy nufusining 96,3% yerlik millat. Soni 222,738 bo'lib, jazo lageridagi tutqunlar bu yerlik nüfusining 42%ni egallaydi. Mazkur birinchi rasm Aqto'y nahiya bozoridagi qamoqxona bo'lib, 3 bo'lakka ayrilgan. Jami 300 kamera bor. Az deganda 10 ming odam tutqunda turmoqda. Atrofida 4 yerda ko'zitish munori bor, ko'lami 40 mo keladi. İkinci rasm Aqto'y nahiya bozoridagi atalmish texnik tarbiyalash maktabi nomidagi jazo lageri bo'lib, 1000 yurish kamera bor. Az deganda 16 ming odam tutqunda turmoqda. Ko'lami 130 mo keladi. Üçüncü rasm Aqto'y nahiya bozoridagi yana bir texnik tarbiyalash maktabi nomidagi jazo lageri bo'lib, 2 bo'lakka ayrilgan. Lagerning 1000 atrofidagi kamerada az deganda 16 ming odam tutqunda turmoqda. Ko'lami 90 mo keladi. 4-chi rasm Aqto'y nahiya bozoridagi atalmish kasbiy maktab nomidagi jazo lageri bo'lib, 2 ga ayrilgan. Taxminan 1000 yurish kamera bor. Az deganda 16 ming odam tutqunda turmoqda. Lager yanida atalmish qo'shtil yaslisi nomidagi bolalar lagerimi bor bo'lib, buning ichidagi bolalarning soni noma'lum. Ko'lami 550 mo keladi. 5-chi rasm Aqto'y nahiya bozoridan 6 kilometr yiroqlikdagi sayliqqa selingan lager bo'lib, lagerning 2300 atrofidagi kamerada 35 mingdan ortiq odam tutqunda turmoqda. Lagerning yendiki ratlik ko'ringan qurilishlar butunlay parnik bo'lib, lager darvozasi parnik tarafga ochilgan bo'lib, yana parnik atrofida boshqa oilalarning yo'qligiga qaraganda lagerdagi tutqunlar maxsus mushu parnikda ko'ktat terish ishlariga majbur qilinishi amaliyotga to'limi yaqin. Lagerning ko'lami 250 mo keladi. 6-chi rasm Aqto'y noyasining 17 yillik nüfus uchuri.
7. rasm Aqtu noyasidagi 1-numurliq Xitoy jallotlari guruhining tizimligi. Xitoy doktor Erkin Tarimni terrorchi dedi va 4 qarindishini turmaga tashildi. Ankara Üniversitesi Til ve Tarix Coğrafya Fakültesining o'qituvchisi doktor Erkin Ahmadning 4 qarindishi Xitoy doiralari tarafidan terrorlik harakatlarga yordam berish jinoyati bilan ayblanib 10 yildan yuqori qamoq jazosiga hukm qilingan. Erkin Ahmad 2020-yillarning boshlarida 13 tuqqunning yig'ib olish lagerlariga qamalganligidan xabar topgan bo'lib, buningdan bir oy burun atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik xalq taftishi mahkamasi Qashqar sho'basining Qashqar viloyatlik o'tir xalq sud mahkamasiga yozgan Mehmet Ahmad, Ömer Ahmad, Nisa Ahmad va Anvar Ahmad qatorliq 4 qarindishi haqidagi ayblashnomasini topshirib olgan. Ayıplash xatida Xitoy doiralari Turkiya vatandaşligidagi Ankara Üniversitesining o'qituvchisi Erkin Ahmad apandini terrorchi deb e'lon qilgan bo'lib, qarindoshlarini Erkin Ahmadga sovg'at berganligi uchun terrorlik harakatlarga yordam qilgan degan jinoyat bilan qo'lga olgan. Xitoy doiralari Erkin Ahmadning 4 qarindishini terrorlik tashkilotining a'zosi Erkin Ahmad bilan 2006-yildan 2016-yilgacha bo'lgan oralikda aloqa qilgan deb ayblagan. Ayıplashnomada Erkin Ahmadning qarindoshlarining Erkin Ahmad va ayoli Asra xonimga sovg'a qilgan oltin uzuk 4 gram, dutar, tilla uzuk $500 va boshqa turmush buyumlarining xarakterini terrorlik harakatlarga berilgan yordam deb bekitgan. Erkin Ahmadning qarindishi Nurnisa Ahmad xonim yo'ldoshi Qodir Mehmet bilan sayohat maqsadida 2013-yili yanvarda Xitoy rejimining ruxsati bilan Turkiyaga kelgan bo'lib, uzun yillardan buyon ko'rishish fursati bo'lmagan qarindishining uyida faqat 3 kun qolgan. Xitoy qonun organlari Nurnisa Ahmadning qarindishi Erkin Ahmadning Anqaradagi uyida 3 kun turganligini terrorchilar bilan aloqa qilganlik deb bekitgan. Erkin Ahmadning terrorlik harakatlarga yordam berish bilan ayblangan 4 qarindishidan Nurnisa Ahmadga 14 yil, qolgan qarindoshlariga 11 yil qamoq jazosi berilgan bo'lib, Nurnisa Ahmadning yo'ldoshi Qodir Mehmetga 23 yillik qamoq jazosi berilgan. 3 million yuan jarimani qo'ygan. Erkin Ahmad apandining aytishicha, jarimani qo'ygan 3 million yuanni to'lash qurbi bo'lmaganligi uchun mol-mulki musodara qilingan. Navbatda doktor Erkin Ahmad advokatlarning tavsiyasi bo'yicha qarindoshlarining beshiga kelgan kulfatlarni bir turk fuqarosi bo'lish sifati bilan Türkiye Cumhuriyetining raisi Erdo'g'onga Türkiye Tashqi ishlar ministrligi va Amerika Tashqi ishlar ministrligiga yozma shaklda bildirgan. Uchquchisiz hujumchi havo apparati muvaffaqiyatli sinab qilindi. Turkiyaning iftixori bo'lgan uchquchisiz hujumchi havo apparatining 2-modeli Chorlu havo maydon qo'mondonlik shtabidagi Bayraktar Akıncı uçuş va ta'lim-tarbiya markazida muvaffaqiyatli sinab qilindi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Bayraktar qarindoshlar tarafidan yerlik va milliy imkoniyatlar bilan taraqqiy qildirilgan Bayraktar Akıncı TİHA, ya'ni uchquchisiz hujumchi havo apparati 2-modeli Chorlu havo maydon qo'mondonlik shtabiga joylashgan Bayraktar Akıncı uçuş va ta'lim-tarbiya markazidagi 2-uchish siniqini muvaffaqiyatli oxirlashtirdi. Bayraktar tarafidan e'lon qilingan bayonotga asoslanganda, Bayraktar Akıncı TİHA'ning 2-modeli Bayraktar texnik mudiri Selçuk Bayraktarning boshqarishida amalga oshirilgan sinoqda taxminan 6,1 kilometr egizlikda 2 soat 26 minut osmonda qoldi. Ko'k yuzida amalga oshirilgan sinoqlardan keyin qilingan 2-qatimliq sinoqmo muvaffaqiyatli oxirlashdi. Bayraktar Akıncı TİHA tunji siniqini 2019-yili 6 dekabr qilgan bo'lib, jami 16 minut uchgan edi. 2020-yili 10 yanvarda sistemani to'g'irlash siniqi uchun 1 soat 6 minut uchgan edi. Yil oxirigacha topshirilishi plan qilingan Bayraktar Akıncı TİHA loyihasining 3-modelini moslashtirish bosqichi Bayraktar Milliy Siha tadqiq va yasash markazida davom qilmoqda. Bu bosqich oxirlashgandan keyin sinoq uchishlarini amalga oshirish uchun Chorlu havo maydon qo'mondonlik shtabiga avatildi. Sharqi Turkistondagi Xitoy virusining yuqum vaziyati. Xitoy Sahiyya sog'lomlik komitetining ma'lumotlariga asoslanganda 21 avgust Sharqi Turkistonda yangidan yuqumlanuvchilar bayqalmagan bo'lib, uda 6 kun 0 holatni saqlagan. 21 avgust butun Xitoy tabasida yangidan yuqumlanuvchilar 22 kishi deb e'lon qilingan bo'lib, Xitoy yana burunqidaklar hammasining chet eldan kirganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, 21 avgust Sharqi Turkistonda yangidan ko'paygan kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlang'ichimi bayqalmagan. Yuqumlanuvchilarning umumiy soni 227 ga tushgan bo'lib, navbatda tibbiy ko'rsatilayotganlar 5342 kishi ekan. Tunugun atalmış Abnum rayonlik hukumat axborot ishxonasi axborot e'lon qilish yig'ini ochib, yuqum ahvolining yaxshilanayotganligini bildirdi.
ammo vaziyatni yanada murakkab va keskin deb sifatladi. Navbatda Sharqiy Turkistonda yuqumga qarshi tadbirlarning Xitoy o'lkalaridan farqli holda ijro qilinishi va yangi bemorlar bayqalmagan ahvol ostida qamalni davomlashtirishi Sharqiy Turkiston xalqining hayotiy bexatarligiga qarata gumon va andishalarni kuchaytirmoqda. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Turkiyada yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan 22 kishi qazo qildi. Shuning bilan Xitoy virusi o'tirg'i chiqqandan buyon qazo qilganlar soni 6080 ga yetdi. Bir kun ichida 92227 kishi tekshirilgan bo'lib, bulardan 1203 nafar kishida virus bayqaldi. Mushu 24 soat ichida saqayib doktorxonadan chiqqan 772 kishi bilan qo'shilib, saqayganlarning umumiy soni 235569 kishiga yetdi. Səhiyyə Ministerligi Xitoy virusi xatirining hali ham davom qilayotganligini, shunglashqa maska taqash, ijtimoiy orliq saqlash va tozaliqqa rioya qilishning intayin muhim ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.